AI-Sakson tabiatni qay darajada zaharladi? Hozir Toshkentimizda ko'chalari keng, lekin mashinalarga torliq qilib qolgan. Bir-ikki marta Sakson benzin quyganimda mashinam o'zi polni ishdan chiqib ketgan. Ishlab chiqargan avtomobillarda o'sha siqish darajasi kamroq bo'lgan. Hozirgi zamonaviy avtomobillar siqishi juda yuqori. Birjan narxini o'zi maksimalniy minimalniy qo'yib qo'yasizlarda, undan oshsa oshadi, birda tushmaydi. 92 benzinni 80 narxida qilib, 80 ni 1 litrini 20 ming so'm qilib qo'yilsa, hech kim olmaydi. Kim oladi? Hozir ko'chaga chiqasiz, faqatgina ko'rayotganimiz qum shamol bo'lyapti, agar bo'lsa ham. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi yana efirda. AI-Sakson tabiatni qay darajada zaharladi? Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshladik. So'nggi yillarda biz atrof muhitni o'zgarayotganligini, xususan aytadigan bo'lsak, havoni ifloslanayotganligini o'z ko'zimiz bilan, o'z tanamiz bilan barcha insonlar bir qatorda his qila boshladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Albatta bu yerda turli xil sabablarni biz ro'kach qilishimiz mumkin. Xususan mana shu sabablar orasida avtomobildan chiqayotgan, ya'ni uni ishlashi, motor ishlaganidan chiqayotgan gaz, ya'ni chiqindi gazi havoni ham ifloslashga o'z hissasini qo'shyapti deya aholi orasida haqli e'tirozlar paydo bo'lyapti. Albatta, mana shu e'tirozlarni inobatga olgan holda davlatimiz tomonidan ekologiyani yaxshilash borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Buni qarangki, E'zoz aka, Jahon banki mutaxassislarining ma'lumotlariga qaraganda Toshkent shahrini PM2,5 bilan zaharlayotgan omillardan biri bu albatta mashinalardan chiqayotgan is gazi ikkinchi o'rinda turar ekan. Birinchi o'rinda issiqlik sistemalari turadigan bo'lsa, bu Toshkentdagi o'sha PM2,5 zarrachalar bilan zararlayotgan 28% ni tashkil etayotgan bo'lsa, ikkinchi o'rinda mashinalardan chiqayotgan is gazi, u ham bo'lsa 25% ni tashkil etayotgan ekan. Agar biz buni e'tiborga loyiq deb qaraydigan bo'lsak, tasavvur qiling, bir tirbandlikda qanchadan qancha avtomobil, mashina turadi va mana shu mashinalar endi aksariyati AI-Sakson benzini bilan quvvatlanib, uni ishlatayotgan bo'lsa, atmosferaga qanchadan qancha ming tonna aynan mana shunday zararli is gazi chiqishi mumkin. Albatta, to'g'ri aytasiz va bugungi kunda poytaxtimizda boshqa shaharlarga nisbatan tirbandliklar ko'p kuzatilyapti. Bu bir mutaxassisimiz kelganda aytgandilarki, poytaxtimiz ko'chalari aslida bir kunda 500 mingta mashinalarni harakatlanishiga moslashtirilgan bo'lsa, bugungi kunda hattoki 1,5 milliongacha mashinalar, ya'ni kirib chiqishni inobatga olgan holda mana shu yo'llarda harakatlanayotgan ekan va bu katta tirbandliklarga sababchi bo'lyapti. Eng katta ifloslanish darajasi ham PM2,5 zarrachalari bilan bu albatta tirbandliklarda sodir bo'lyapti. Albatta, juda haqiqatni aytingiz, lekin keling hozir biz mutaxassisga murojaat etsakda, aynan mana shu AI-Saksondan chiqayotgan, ya'ni avtomobildan chiqayotgan, endi rus tilida aytsa выхлопной gaz deyiladi, ya'ni chiqindi is gazi deymizmi, chiqindi gazi deymizmi yoki chiqayotgan gaz deymizmi, qay darajada atmosferani zararlaydi? Keling hozir buni ilmiy asoslash maqsadida mutaxassisimizga o'tamiz. Qo'ziyev Zokir aka tashrif buyurganlar. Zokir aka, marhamat, siz mana shu biz aytayotgan fikrlarni ozgina ilmiy asoslab har bir insonga tushunarli darajada yetkazib bersangiz. Rahmat savolingiz uchun. Hozir vaqtda ko'rib turganlaringizdek dolzarb muammo bo'lmoqda. Toshkent shahrining ekologik vaziyati haqiqatda AI-Sakson Prezidentimizning hurmatli prezidentning qarorlari Toshkent shahrining ekologik vaziyatlarini o'zgartirib bo'lmagan chora-tadbirlari doirasida kirayotgan bu bugun qarorlar sifatida qo'liga AI-Saksonga kelayotgan bo'lsak, AI-Saksonni chala yonish hisobidan oltin gugurt oksidi, azot dioksidi, uglevodorodlar chiqadi. Bu degani inson salomatligiga, nafas olishi, astma kasalligi borlarga yoki kunlik holatda odam o'zidan o'zi charchoqlik, boshqalik hamma sababdan o'sha asab tizimlariga ta'sir qilib o'lchanadi. Keling, hozir bir savol bermoqchiman. Ko'pchilikda shubhasiz shu savol uyg'onyapti-da. Nima uchun endi zarar beryaptimi? Avvallari zarar bermaganmi? Shuncha yil ishlatdik-ku, birdan qarabsizki, bugun esimizga tushdi degan gapni aytayotgan tomoshabinlarimiz bo'lishi mumkin-da. Keling, mana shunga ham ozgina izoh berib keting. Rahmat savolingiz uchun. O'zlaringiz aytib o'tgandek, Toshkent shahri mana bu mashinaga megapolisga aylandi. Aholi ko'p. Aytganingizdek, mashina 5 mingdan hozir 1,5 mingta. U 1,5 mingta mashina degani oldingiga qaraganda 3 barobar ko'p o'sha atmosferaga tashlanmalar, zararli moddalar chiqmoqda. O'shani hisobga olishimiz kerak. Oldin ham bo'lgan, faqat me'yorida bo'lgan. Inson uni bemalol qilgan.
hozir paytda urbanizatsiya bo'lyapti, Toshkent megapolis shahar bo'lyapti. O'sha taraflarni har tarafga hisobga olib, albatta ekologiya ham buzildi. Hozir shamol biz uchun bir afsonadek bo'lib qoldi-da, chunki shamol yo'q. Avvallari qanaqa shamollar bo'lardi? Shamolli, yomg'irli bo'ronlar bo'lardi. Hozir ko'chaga chiqasiz, faqatgina ko'rayotganimiz qum shamol bo'lyapti, agar bo'lsa ham. Rahmat savolingiz uchun. Bu o'rinlik savol bo'ldi. Haqiqatan ko'plar o'ylaydi, ekologik vaziyat yomg'ir yog'madi. Asl sabab ekologik shamol bo'lmasligiga Toshkent shahrida binolarning qurilishi ham katta e'tibor bor. Chunki shaharning sirkulyatsiyasi, havo shamol aylanib chiqish degan narsalar ham bor. O'shalarni ham hisobga olish kerak. Haqiqatan qurg'oqchilik yil keldi. Aytganingizdek, mashinalar ko'p. Iqlim o'zgardi. 5-6 ta yog'ingarchilik, 5-6 ta sababni birlashtirib turib, hammasi hozir vaziyatga kelib qoldi. Sizning oldingi savolingizga qo'shimcha. Bittagina mashina uchun emas, hamma holatlar kelishib, oxiri Toshkent shahrining ekologik holati portladi desak bo'ladimi? O'zbek tilida boshqacharoq aytsak bo'ladi. Lekin bilamiz, o'sha issiqlik sistemalari issiqxonalarni ham nazoratga olishgan, ularni ham filtrlar o'rnatishi yoki tabiiy gazga o'tkazish choralari ko'rilyapti va shu bilan birgalikda avtomobillardan o'sha 80 benzinni sotilishiga taqiqlar qo'yilishi yoki bo'lmasam boshqa sifatli benzinga o'tish targ'ib etilyapti. Yevropa ittifoqi davlatlari Yevro standartlari orqali avtomobil yoqilg'isi sifatini qat'iy nazorat qiladi va 2005-yilda joriy etilgan bu standarti AI-80 kabi past sifatli yoqilg'idan foydalanishni taqiqlaydi. Qo'shni davlatlardan esa Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston AI-80 benzini va boshqa past oktali yoqilg'ilardan foydalanishni allaqachon taqiqlagan. Xo'sh, O'zbekistonda bugungi kunda bunga nazorat qanday? Hozirgi kunda biz ko'chalarda 80 benzinini, umuman yoqilg'i quyish shoxobchalarida 80 benzinini uchratishimiz mumkinmi? Bu savolimizga javob beradi Azamjon aka, Anorquli Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zenergoinspeksiya bosh mutaxassisi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, marhamat. 80 benzini mana 1-sentyabrdan ishlab chiqarish O'zbekistonda to'xtatildi. Ungacha Afg'oniston va O'zbekiston qolgandi 80 markali benzin ishlab chiqarishda. Qolaversa mana ekologik vaziyat shu holatga kelgandan keyin o'zi 26-yil 1-yanvardan umuman realizatsiya qilish ham to'xtatilgandi. Vaziyatdan kelib chiqib mana 18-noyabr kuni 343-sonli qaror bilan 1-dekabr holatidan umuman realizatsiya qilish to'xtatildi. Ya'ni demak ekologiyaga qanaqa ta'siri bor? O'zi aslida AI benzin bilan AI-92 benzinning farqi nimada? Birinchi o'rinda o'sha narsaga urg'u bersak, demak ularni asosiy AI-80 ko'rsatkich bu antidetonatsioniy sposob deydi, haligi detonatsiyaga moyillik xususiyati. Ya'ni ularni yonishda mikro portlashlar bilan AI-80 yonsa, AI-92 demak unga nisbatan me'yorda bir xil me'yorda yonish hisobiga sifatli hisoblanadi. Ya'ni ishlab chiqarishda ham 4-5-bosqichda AI-80 markali benzin chiqsa, uni yana qaytadan ishlov berib 6-7-bosqichdan keyingina AI-92 va undan yuqori 95 markali benzinlar olinadi. Demak, o'z-o'zidan sifati yaxshi bo'ladi. Qolaversa, mana hozir AI-80 ni o'sha sotilishi bo'yicha har kunlik nazorat tadbirlari bo'lib turibdi. Ungacha ham biz asosan shartnoma asosida oyoq ishlardan namunalar olib, ularning sifatini tekshirish bo'yicha o'sha Energiya inspeksiyaning nazorat kimyo laboratoriyasida o'sha laborantli mutaxassislar tomonidan nazoratga sifatini tekshirib boriladi. Bizni ko'rsatuvimizda an'anasiga ko'ra mehmonimiz borlar, ular 30 yildan ortiq mashinalarda AI-80 dan, ya'ni mana shu benzindan foydalanib harakatlanib kelayotgan haydovchilardan studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Aynan siz uchun og'riqli nuqtani bosgan bo'lsa kerak, sababi siz kabi haydovchilar ular juda ko'pchilikni tashkil etishadi. Xususan, men yoshligimni eslaydigan bo'lsa, biz yoshligimizdan 80 da katta bo'lganmiz deydi, agar oddiy xalq tilida aytsak. Hozirgacha ota-bobolarimiz, yaqinlar ham 80 dan foydalanishadi. Lekin bugun esa u yo'q. Yo'q. To'g'risini aytgan, assalomu alaykum. Juda ham dolzarb mavzu ko'tarilgan, juda ham xalqqa kerakli, ayniqsa hozir Toshkent xalqi uchun. Ekologik yog'ingarchilik kam bo'lgani sababli, ba'zi bir sabablarga ko'ra juda ham ekologiya buzilib ketdi. Mashinalar ko'payib ketdi, har aytganinglardek 3 barobar ko'payib ketgan. Men bu eson faqat 80 emas, 76 da ham yurgan paytim bo'lgan. Bu 90-yillarga to'g'ri keladi. Lekin u paytda mashinalar kam bo'lganmi, uncha bilinmasdi. Mashinada tutab yursa ham bunchalik ekologiya buzilmasdi.
lekin shuncha yil 80da yuribmiz-yu, oldin tafovut ham narxda ko'p emas edi, shuning uchun qishloqlarda ham Toshkentda ham bir xil 80da hamma ham yuraverardi. Shunga o'rganib qolganmizmi, shuncha yil yurib qo'yibmiz, lekin ekologiyaga shuncha zarar keltirganimizni endi bilib turibmiz mutaxassislardan. Men juda ham xursand bo'ldim 80 benzinni to'xtatilishini eshitib, lekin yana bir marta xursand bo'lgan bo'lardim, xalqimiz ham xursand bo'lgan bo'lardi. Mana shu 92 larning narxini 80 benzin narxiga to'g'rilab qo'yishsa. Biz ham xursand bo'lgan bo'lardik agar mana shunday yangilik bo'lsa. Albatta, zo'r gap. Siz ham dolzarb mavzuda gapirdingiz. Bilasizmi, mana hozir siz aytingiz, biz 76 da ham yurganmiz, 80 da ham. Men yoshligimni eslayman-da, oldin Jiguli markali mashinalar juda ham ko'p bo'lardi. Glушителdan deymiz, tutun chiqqan paytda sapundan shlanka tushirib qo'yilardi. Chunki u paytda ham ekologiya xizmati bo'lgan, ana cho'pni olib bundan tekshirilgan edi. O'shanga tushib qolmasligi uchun shu darajada befarq bo'lgan ekanmiz-da. Qarang, aytishadi-ku, xor qilgan narsanga zor bo'lasan degandek, o'sha paytda tabiatni qadriga yetmagan ekanmiz. Bugun aynan o'zimiz ifloslantirgan havoda o'zimiz toza havoga zor bo'lib yashayapmiz. To'g'ri, toma-toma ko'l bo'laver, mana yig'ilib mana shu kunga yetib keldi va haqiqatan ham ko'z bilan ko'radigan darajada PM2,5 zarrachalar ko'paygandan so'ng haqiqiy chora-tadbirlar ko'rilishi boshladi va zudlik bilan kechiktirib bo'lmaydigan. Va To'lqin Eshbekovga savol bermoqchiman ustozimizga. Xush kelibsiz. Mashinada harakatlanasizmi o'zingiz ham? Mashina haydaysizmi? Endi o'zim shaxsan haydamayman-ku, lekin haydovchimiz bor. Haydovchi olib yuradi. Necha benzin qo'yadilar? 92. Chunki bu 80 ni zarari haqida ancha payt ilgari eshitganmiz. Undan tashqari bir qancha yoshi ulug'lar, shu soha mutaxassislari gapirgan, hozir Toshkentimizda ko'chalari keng, lekin mashinalarga torliq qilib qolgan. Har kuni tirbandlik. Yana bilasizmi, ba'zan 15-20 minutlar tursa, hammasi haligi motor ishlab turadi, undan tutun chiqib turadi. Endi shuncha mashinadan chiqayotgan o'sha is gazi butun aytaylik ob-havomizni qaysi holatga olib kelayotganini ko'rib turibmiz. Bundan tashqari, mana hozir siz Toshkent shahrimiz deb aytyapsiz, bu to'g'ri, lekin bugun qishloqlarimizgacha to'ladi mashina. Butun respublikamizning u boshidan bu boshiga boring, tirbandlik va bular butun mamlakatda o'sha ob-havosiga ta'sir qilyapti. Endi bu borada bir xalqaro tajribani ham o'rganish kerakdir. Sabab mashinasi biznikidan kam bo'lmagan, biznikidan ko'p bo'lgan davlatlarda qanday yo'l tutyapti? Ularda ekologiyani qanday asrayapti? Demak, bu masalani bir xalqaro tajribani o'rganib, yana o'zimizdagi mana shunday tajribali kishilar fikridan kelib chiqib, bir yoqlik qilish kerak deb o'ylayman. Siz aytgan Qo'shimcha qilmoqchiman. Bular to'g'ri gapirdilar, lekin men har doim gapirib kelganman. Hozir yana o'zim fikrimni aytaman. O'zbekiston fuqarosi sifatida bizda yetarli olimlar bor, yetarli akademiklar bor bu sohada. Menimcha chet ellik, xorijdan shunga munosabat bilan o'zimizning akademiklarga ham yo'l berilsa-da, shu ekologiyani tozalash to'g'risida yengilliklar yaratilsa. Rahmat. Sizda fikr bo'lsa davom ettirishingiz mumkin? Endi ko'pdan ko'p fikr chiqadi. Bir kalla, ikki kalla tilla degan gap bor-da. Masalan, mana hozir sizning fikringizdan men yana xursand bo'lib ketdimki, demak, bu mavzu hali ko'p davom etishi kerak. Ya'ni ana fiziklar, ximik, akademik olimlar o'tirib o'sha filtrlash masalasini hal qilsa yaxshi bo'ladi. Mana hozir sizlar suhbat davomida aytdilaringiz, haligi filtr qo'yish masalasi, ya'ni havoni zararsizlantiradigan masalalar. Demak, hozir hammamiz har yoqdan o'ylab o'sha ekologiyamizni, ob-havomizni tiniqlashtirib olmasak, bugun o'zimiz zaharlansak, har kuni mana bir yilda 1 million atrofida bola tug'iladi bizda. Ular qanaqangi havo bilan ertaga katta bo'ladi? Demak, biz keyingi 10 yilliklar havosi haqida ham o'ylashimiz kerak. i80 benzinining atmosferaga qanaqa zararli tomonlarini bilasiz? Uni zarari yo'q. Просто o'sha zapravka deyilib, uni kompot qilib yuborishadi. Menimcha atmosferaga anaqa ko'proq chiqadi. Zarar ko'proq yetkazadi. 80. Endi zararli taraflari juda ko'p-ku, 80ligi. Mashina pirillab ishlaydi, bizdagi Damas'da pirillab ishlaydi. Atmosferaga endi bilmadim endi qanchalik zarar berishini. Bizga umuman 80 kerak emas. Keyin ko'p sasiydi hamda, sassiqda. Qaysi turdagi benzindan foydalanyapsiz hozir? 92. 92 tuzroq, tozaroq, aktankaroq. 80 benzin yaxshi emas-ku, 92 yaxshi. Oldin 8 paytda i76 da ham yurgan odamlar, 80 emas, i76 da ham yurgan. Mashina ko'paydi, aholi ko'payadi. Shuni hisobiga u imенно benzin uchun emas. Yomg'ir yog'madi bu yil. Mana endi yomg'ir yog'di, hamma yoq top-toza bo'ldi bu havo. Joyiga keldi, to'g'rimi? Yaxshi tortmaydi.
yaxshi tortmaydi. Yaxshi bo'ldi. 92 bo'lib yaxshi bo'ldi. Endi gazda yopilib qolmasa bo'ldi. Sabablar juda ko'pda, xususan mana bugungi kundagi atmosferani ifloslanishiga biz yoqilg'ilarni sabab deydigan bo'lsak, hozir mutaxassisimiz aytib o'tganlaridek, AI80 marka benzinda yonganda atmosferaga karbonat angidrid, azot oksidlari, oltin gugurt dioksidi va shu bilan birgalikda uglevodlar va PM2,5 ifloslantiruvchi moddalar va boshqa turdagi motor yoqilg'ilarga nisbatan aynan AI80 da ko'proq chiqadi deya. Qarangki, mana biz bilamiz, daraxtlar kislorod chiqazadi, karbonat angidrid yutadi dedik. Qachonki quyosh bo'lganda, ko'ringan. Lekin havoni mana shu darajada ifloslanishi bugungi kunda quyoshni ham biz har bir ko'rmay qoldik. Ya'ni chiqamiz, faqatgina albatta havo bulutga o'xshaydi, tumanga o'xshaydi va quyosh yo'q. Demak, faqat yorug'likni o'zi kam, unga ultrafiolet nurlari, o'sha biosintez deyiladi, ya'ni o'sha daraxtdagi modda almashinuviga ham to'sqinlik kirib, qarang, uni ham xususiyatini pasaytiryapti. Hammasi bir-biriga bog'liq. Va biz ilmiy yondoshimiz kerak dedingiz. Olimlarni izlanishlarini natijasiga ko'ra, agar biz 80 dan voz kechib 90, 92, 91, 92 yoki 95 ga o'tadigan bo'lsak, havodagi, atmosferadagi ifloslanish darajasini 40% gacha kamaytirishimiz mumkin ekan. Albatta, bu fikrni izohlab berish uchun, xususan mana shu benzinda haqiqatdan izlanishlar bizda ham o'rganilyaptimi? Ya'ni haqiqatdan 80 yongani-yu va 92 yonganini bir-biriga taqqoslangan solishtirma jadvallari bor yoki yo'qligi haqida keling mutaxassisimizga murojaat etmoqchiman. Nurulla To'xtamishev, O'zbekiston Neftigaz neft mahsulotlarini ishlab chiqarish departamenti neft kimyosi va ilg'or texnologiyalarini tatbiq etish bo'limi mutaxassisi. Hamkorlar aytib o'tganlaridek, aktan soni nima? Bu aktan soni shu yoqilg'ini detonatsiya moyilligini ko'rsatadigan ko'rsatkich. Detonatsiya nima? Masalan, ichki yonuv dvigatelining tuzilishini hammamiz bilamiz. Shu yonilg'i yonishdan oldin portion, silindr portion, gutta portion yuqori nuqtaga harakatlangan, siqadi maksimalli, yoqilg'ini siqadi-da. O'shandan keyin uchqun beradi, alanga oladi. Oldingi ishlab chiqargan avtomobillarda o'sha siqish darajasi kamroq bo'lgan. Hozirgi zamonaviy avtomobillar siqish darajasi juda yuqori ko'rsatishga. Shuning uchun agar biz shunaqa mashinalarga dvigatellarga AI80 ishlatadigan bo'lsak, belgilangan vaqtda uchqun berilganda alanga olmaydi, oldin vaqtliroq alanga olib keladi. Betartib alanga olib ketadi. Chaqnashlar yuzaga keladi, betartib chaqnash. Shuni hisobiga mashina detonatsiya bilan ishlaydi, dvigatel. Detonatsiya bilan ishlaydi degani bu yonilg'i to'liq yonmaydi. Shu yonilg'i to'liq yonmasligi hisobiga atrof muhitga ham zararli chiqindilar ko'p chiqadi. Parchalanish kerak bo'lgan moddalar oxirigacha reaksiyaga kirishmaydi, parchalanmaydi va u o'zgarmagan holda yoki yomon tarafga o'zgargan holda atmosferaga otiladi, to'g'rimi? Dvigatel maksimal quvvat berish uchun o'sha siqish darajasi portion yuqori nuqtaga borganda alanga olish kerak-da. O'sha vaqtli bo'lgandan keyin u hali harakatlanib turgan paytda alanga olib ketadi, keyin porshni orqaga o'raveradi. U taqillab keyin bu o'sha avtomobillarni dvigatelini muddatli ishlab chiqishiga olib keladi. Buni natijasida ta'mirlashga ko'p mablag'lar ketib qolishi mumkin. Endi bizani O'zbekistondagi avtomobil zavodlari tomonidan ishlab chiqarilgan hamma avtomashinalarga AI91 va undan aktan soni undan yuqori bo'lgan benzindan foydalanish tavsiya etiladi. Butun mamlakatimiz miqyosida millionlab mashina kecha-kunduz harakatlanyapti. Men kechalari o'ylab bir vahimaga tushib ketaman. Shularni hammasini benzin bilan ta'minlash uchun bir dengiz ham yetmay ketadi-ku deb o'yga tolaman-da. Shunday ekan, shu mashinalarimizni kecha-yu kunduz benzin bilan ta'minlab turgan shu soha fidoyilariga ham bir rahmatimizni, tashakkurimizni aytib qo'ysak menimcha yaxshi bo'lardi. Bugungi kunda o'sha bilamiz, benzin quyish shoxobchalarga borganmiz, yoqilg'i quyish shoxobchalarga Euro 5, bizda Euro 6 degan so'zlarni aytishardi. Mana uni nimaligini men ko'rsatuv bahonasida bildim. Hattoki 76 benzin borligini ham bilmagan edim. Shunday benzinlar mana vaqt soati bilan o'zini umrini yashab bo'lar ekanda. 76 ham demak yo'q bo'lgan. Demak 80 dan bugungi kunda voz kechilyapti. Bizda esa yana bir mehmonimiz borlar, ularni studiyamizga taklif etamiz. Mahfuza opa, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Bilasizmi, bu men 18 yildan beri mashina haydayman. Birinchi haydagan mashinam bu Spark avtomobil bo'lgan. Endi
birinchidan bu elektromobil avtomobilga o'tirganimdan keyin man birinchi buni qulay tomoni bu ekologiyaga umuman zarar yo'q. Ikkinchidan tejamkorlik, benzinni o'ylamaysan. Misol uchun biza mani ayol kishimiz, mani qari onamlar borlar. O'tga bo'tga ko'p joylarga olib borib yuraman. Albatta o'tga bo'tga boradigan bo'lsak, men sirazi o'ylayman-da, oldingi mashinam, oxirgi benzinli mashina 80 benzin quyib bo'lmaydi u mashinaga. 1-2 marta 80 benzin quyganimda mashinam уже polniy ishdan chiqib ketgan. Men o'sha ustalarga borganimda nimaga unaqa bo'ldi desam, siz arzon benzin quyib qo'ygansiz deb aytgan. O'shandan keyin men уже bilasiz 92-95 qo'yamiz. Sirazi o'ylaysan-da, voy pulim yetarmikin? Endi bilasiz, sirazi birdaniga polniy bak qo'yishingiz kerak uzoq joyga borsangiz. Elektromobilni meni o'g'lim sovg'a qilganiga mana 23-yildan beri elektromobil mashina haydayman. Umuman o'ylamaysiz-da xarajatni. Juda ham tejamkor. Keyin mana bizning hovlida turamiz. Bizning uyimizda o'zimizdan zapravочный stansiyamiz bor. Mana bemalol 600 kilometrdan yetadi-da. Benzin qimmatlashib ketganligi uchun elektromobilga o'tdingiz, to'g'rimi? Shu o'rinda savol tug'iladi. Endi ertaga masalan bular aytayotgan fikrlarini xalq ko'rib turgan odamlar ham aytishi mumkin. Biz ham jon deb o'tardik, lekin qimmat-ku. Undan ko'ra benzinning narxini tushirsa osonroq bo'lmasmidi? Ya'ni berilgan taklif. Shu borada men yana mutaxassislarimizga, ekspertlarimizga murojaat qilmoqchiman. Agar masalan bizda o'zimizda 92 rusumli va undan yuqori markali benzin chiqaziladigan bo'lsa, narx tushishi mumkinmi yoki bu yana o'zimizdagi xarajatlar hisobiga oshib ketaveradimi, tushadimi? Bu endi narxi belgilanishi asosan shu ishlab chiqarilgan mahsulotda tan narxiga bog'liq. Bizda zavodlarimizda shu tan narxi pasaytirish bir qator choralar ko'rilyapti. Biz ishlab chiqaruvchi bo'lsa, ishlab chiqargan mahsulotda bizning respublikamizda o'rnatilgan tarifga ko'ra birja savdolari orqali sotiladi. Bizda birja savdolarga boshlang'ich narxda qo'yiladi, keyin u yerda erishilgan narxda sotiladi. O'shandan kelib chiqib narx belgilanadi. Hozir yaqin o'rtada bizda tasarrufimizda O'yinchi Petro avtomobilga yoqilg'i shoxobchalari tarmog'i bor edi. Hozir ular xususiy bo'lib ketishdi. Sotilayotgan narxlardan kelib chiqadigan bo'lsa, o'sha baribir shu birjada shakllangan narxdan kelib uni qiladi. Bizlarning qo'limizdan kelgani shu tan narxi pasaytirish. Tushunarli. Demak, umid bor ekan. Demak, narx tushishdan umid bor. Birjaning narxini o'zi maksimalniy, minimalniy qo'yib qo'yasizlar-da, undan oshsa-oshadi, birjada tushmaydi. Men talabim bor edi, iloji boricha 92 benzindan ham voz kechib, 95 va undan yuqorini 80 narxida sotilsin. Sizlar shuni talab qilsanglar bo'ladi, boshqadan import olib kelganida. Elektromobil ololmaydi hamma. Vaholanki komfort bo'layotganlarda. Keyin ikkinchi ekologiya masalasi bo'yicha akademiklarga meni kosmini aytaman, akademiklarga shu sohada, ekologiya sohasida. Shu pampersni almashtiramiz, benzinli mashinada. Benzin asosini almashtiramiz, filtrni almashtiramiz. Nimaga glyushitelga oddiygina shunday ko'mirga o'xshagan, koksga o'xshagan narsani qo'yib qo'ysa, ekologiyani tozalab beradi-ku shu. Shuni qo'ydirishga ishga qo'ya olmaydimi shu akademiklar? Sizni mana shu savolingizdan kelib chiqqan holda qo'shimcha qilaman. Dunyo miqyosida, dunyo tajribasi mana shu muammo bilan qanday kurashyapti? Shu narsa o'rganilganmi? Chunki hozir mana ustozimiz ham aytayaptilar, ular filtrlardan bilamiz, ular mana shu past sifatli benzinlardan voz kechishgan. Buni ma'lumotlarda ham keltirib o'tdik. Umuman filtrlash jarayoni bormi dunyo miqyosida? Qanday tajribadan o'tkazilgan bu narsalar? Qo'shimcha qiling. AI-80dan kechdik, lekin dizel yoqilg'idan kechganimiz yo'q. Asosiy atmosferaga qop-qora tutunni chiqazayotgan dizel yoqilg'isi bemalol ochiq-oydin sotilyapti. Masalan, keling mana shu dizel yoqilg'isini ham qo'shib ketaylikda, aynan mana shu umuman atmosferaga chiqayotgan chiqindilar uchun u dizel mashinasi uchun alohida yoki benzin mashinasi uchun alohida. Bugungi kunda bizda aynan startap loyihalar yoki mana shu IT texnologiyalar bo'yicha ishlayotgan yoshlarimiz, umidli yosh olimlarimiz juda ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Bunga mana shu taraflari ham o'ylanyaptimi yoki hozir biz avvalgidek isbotlangan chopib olib tashlash Euro 2, Euro nima kerak bor? O'zbekiston 1, O'zbekiston 2, O'zbekiston 3 ga o'taylik o'sha. Marhamat mutaxassislarimizga savol. Rahmat mehmonlarni va boshlovchilarni savollari uchun. O'rinli savol berdingiz, xalq tilida haqiqatan olimlar bor, nimaga ish olib bormayapti deb. Bu ish bo'yicha olimlar katta ish olib boryapti. O'zim ham olimman, tadqiqotchiman.
o'zim ham hozirgi stansiyalar bor, fonoviy stansiyalar. O'zbekistonda birinchi o'zim ishlab chiqarganman. Xudo xohlasa sotuvga ham chiqariladi. Arzon chiqadi. PMlarni o'lchash bo'yicha, boshqa bo'yicha. Akademik sifatida bu narsa bo'yicha ham bizning olimlar o'zimiz guruhimiz bor. O'sha bo'yicha yaqin o'rtada siz aytgan mashinalar bo'yicha krupniy partiyada har bitta shu kerak bo'lsa zavodlarni o'zidan qo'yib chiqartiramiz. Zavodlarni o'zidan qo'yib chiqaramiz. Dizel yoqilsa qanaqa bo'ladi? Atmosferaga chiqayotgan zarar ta'sirini olib tashlash. Hozirgacha bo'lgan taqdirda bu sheriklarim aytgandek katta yevro mashinalarning o'zida bor. Bu ishda olimlar, startap loyihalar deyapsiz. Olimlar bazasi bizda juda katta. Chunki hurmatli prezident e'tibor bo'lgandan keyin har tarafdan bo'lyapti. Chunki har bitta loyihaga topshiryapsiz, hazilgan pul emas, 1 milliard, 2 milliardlik, 2 yil, 3 yillik grantlar bor. U yerda bitta olim emas, menga o'xshagan. Kamida 5-6 ta olim, professorlar bor. Shu sohaning egalari bor. Tayyor laboratoriyalar bor. Undan tashqari bu yaqin bo'yicha atmosfera havosini ifloslantirish to'g'rilash bo'yicha prezident qarori chiqqan laboratoriya maxsus tashkil qilinadi degan. Bu laboratoriya tashkil qilinsa, undan ham rivojlanib ketadi bu degani. Har bitta sohani qamrab oladi. Bitta hozir AI biznes biz olyapmiz. Az AI biznesda seni biznes asalchitirishda ekologiya bog'lamoqchi bo'lsak, sanoat zonalari issiqxonada filtrlari dedingiz, to'g'rimi? Ularni ham o'sha filtrlar qo'yib, obdon qo'yib, har bittasini monitoring tizim orqali ulanishda ham amalga oshiriladi. Bu qaror bor. Keyin bashoratlashtirish. Hozirgi holat ekologiya vaziyatimizda 2-3 kun oldin yomg'ir yog'adi deymiz. Kelajakda o'zim shu loyiha bo'yicha topshirdim, o'zimning komandam bilan 2 yillik grant. 2-3 kun oldin Toshkent ekologik holati qanaqa bo'lishini aniqlab beradi. Bu texnologiya. Texnologiya sun'iy intellekt orqali. Hozir o'zim yaratgan qurilmam keyin sun'iy intellektni qo'shish orqali zamon talabi. O'zimizdan yoshlarimiz, o'zimiz olmish hech qanaqa kam joyi yo'q hozir. To'g'ri aytasiz. Bemalol har qora chiqadi. O'ylaymizki savollaringizga javob to'siq oldik. bormi demoqchiman-da men. To'siq yo'q ekan o'tkir aka. To'siq yo'q, hech qanaqa Imkoniyat, to'siq yo'q. sharoitlar Mani yetadi. o'zim olim sifatida tadqiqotchiman. Doktorant boshqa ilmiy jihatdan. Hech qanaqa to'siq yo'q. Faqat oldinga ishlash kerak, o'rganish kerak, ichga kirish kerak, ozgina mehnat qilish kerak, yonish kerak. Rahmat O'shanda aytamiz. erishadi. Va bilamizki, Toshkent ko'chalarida yangi rusumdagi mashinalar bilan eski markadagi mashinalar harakatlanadi. Va ko'pchilik ko'chada eshitganimizda shu eski markadagi mashinalarni dvigatellari ko'proq shu sakson benziniga moslashtirilgan. Shunda yaxshi yuradi, ularga 92 yoki 95 quysa ko'tara olmaydi degan so'zlarni aytishadi. Lekin hozir yangi chiqayotgan avtomashinalar dvigatellari uchun aynan 92 dan yuqori bo'lgan sifatli benzinlar mosligini ta'kidlashyapti. Bu yerda tadbirkorimiz Klara o'tiribdilar. Klara, o'zingiz mashina haydaysizmi? 26 yildan beri mashina haydayman. Shu zarar bo'lgani uchun, benzin qimmat bo'lgani uchun 2 yil oldin 23-yili elektromobil mashinani sotib oldik. Men juda ham mamnunman. Ekologik toza, komfort, ham ekonom, qulay, yumshoq. Men juda ham shu elektromobilda yurganimga xursandman. Undan avvalgi mashina o'sha ichki yonilg'i dvigatelli avtomashinalar boshqarganingizda qanaqa rusumli markadagi benzin quyardingiz? Albatta shu 80, AI80, 92 quyib yurardik. Bu zarar ekanini bilmaganmiz. Men ko'p shu O'zbekiston viloyatlariga ko'p chiqqanman. U yerda hammasi shu AI80 quyib yuradi albatta. U juda ham zarar, o'zidan zahar chiqarganini hech oldin bilmaganmiz. Endi hozir eshityapmiz. Shu AI80ni olib tashlasa juda ham xursand bo'lardik va qolgan benzinlarni sifatini yaxshi qilib ham arzonroq qilib bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Albatta, mana AI80 to'g'risida gap borar ekan, AI80da mana men ham yurganman. Mana Jiguli rusumli mashinam bor edi, 06 deydi. Uni haqda Jiguli haydaganman-da, o'sha birinchi mashinalarimdan biri. Unda 80 quysa ham, 91 quysa ham Jigulida yurish o'zgarmasdi-da. Shuning uchun pul jihatdan arzon bo'lganligi uchun faqat 80 quyardik. Lekin shu o'rinda savol tug'iladi-da, mana yosh ulug'larimiz o'tiribdi. Savob aka, men sizga murojaat etmoqchi edim. Mana bugun biz bong uryapmiz, demak atmosferani ehtiyot qilishimiz kerak, toza tutishimiz kerak, qilishimiz kerak, e'tibor berishimiz kerak. Lekin yoshlik davringizni eslang, ya'ni siz ham yosh bu birinchi avtomobil olganingiz yoki shu boshqarish boshlangan paytda, qiziqish bo'lgan payt, u paytda ham mana shu atmosfera to'g'risida gapirilarmidi, qandaydir bir ehtiyot choralari ko'rilarmidi yoki bu endi hozirgi zamon talabi bo'lganligi uchun shunaqa e'tibor ko'payib ketdimi? Haqiqatda juda dolzarb masala ko'tarilyapti bu yerda.
mana biz o'rta mutaxassis aytganlaridek 76 benzin dedilar. Hattoki 72, 66 benzinlar ham bo'lgan. 66. Uni zillaga quyilarmidi u katta mashinalarga? Bu nima deydi, yuk mashinalari. Yuk mashinalariga. Ha, shuni deyishardi. Hozir mana yangi taraqqiyot bo'lganiga KAMAZ, KRAS, MAZ mashinalar chiqib ketdi. Bular solyarka bilan yuryapti. Mana o'zimizning ota yo'lam menimcha solyarka bilan yuryapti. Bu ilgari arzon edi. Hozir endi benzindan ham ozgina qimmatlashib ketdi. Iloji bo'lsa benzindan qimmatlashgandan keyin benzinga o'tadigan qilish kerak. Mana olimlar shu to'g'risida bosh qotirishayotgan ekan. Mana domla aytdilar, balkim chet el tajribalarini o'rganib ko'rarmiz deb. Juda ham bu yaxshi fikr. Mana eshitganman, men Venesuela poytaxtida, Karakas shahrida 4 million avtomobil yurar ekan. 4 million. Bizda-ku hozir 500 ming atrofida. Qanaqa ularda 4 million mashina yursa-da, shahari unaqa qattiq zaharlanmasa. Balkim qanaqadir bir usul bordir. Tajribasini o'rganish kerak-da baribir. Shularni mana Moskva shahri, London shahri, Tokio, Mexiko, Nyu-York shularda qanaqa mashinani hisobi yo'q o'tda. Shunaqangi mashina ko'p o'tda. Ular qanaqa havosini toza tutishyapti, qanaqa odamlar bemalol yuryapti. Shularni o'rganish kerak menimcha. Bu benzinlarni juda ko'pini qilyapmiz hozir. Ekologiyani buzyapti, havolarni qilyapti. Bu yerda faqat benzinni ayb emas, balki ishlab chiqarishlarni ham sal o'ylab ko'rish kerak. Bilasizmi, hozir bir narsa sizning gaplaringizdan bir narsaga amin bo'layapman va shunday fikr uyg'ondiki, yomonni yaxshisi bo'lgandan ko'ra yaxshini yomoni bo'lgan yaxshi. Ya'ni 80 ni zo'rini ishlatgandan ko'ra keling, 91 mundoqroq bo'lsa 91 ishlataylik. Ya'ni nima uchun aytayapman? Ko'pchilik aytadiki, nima uchun masalan Yaponiyani misol qilishadi. Mashina ko'p, odam ko'p, kechirasiz. U yerda atrofida okean bilan, dengiz bilan o'ralgan. Ya'ni havodagi namlik miqdori yuqori bo'lganligi uchun PM2.5 namlangandan keyin yerga tushadi. U havoda bo'lib, shuning uchun tufligingizni artmaysiz u yerda, mashinangizni yuvirmaysiz. Lekin biz cho'l va yarim cho'l mana shu zonasida joylashganimiz uchun biz o'zimizga moslashgan holda yangi ishlarni qilishimiz kerak. Xususan, kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar bo'yicha prezident qaroriga muvofiq 80 benzindan to'liq voz kechilishi ham aynan mana shu bizni iqlimimizdagi sharoitdan kelib chiqilgan holatda qo'yilgan qadam deb baholashimiz kerak. Va bu yerda nima uchun degan savoldan ko'ra, keling birgalikda mana shuni tezroq qutulaylik, tezroq yaxshilaylik degan harakat bilan jipslashishimiz kerak bo'ladi. Albatta, AI-80 benzindan voz kechish orqali avtomashinalardan chiqayotgan zararli tashlanmalarni kamaytirish orqali ekologiyani yaxshilash, insonlar salomatligini mustahkamlash va tabiatga yetkazilayotgan zararni oldini olish mumkin. Qolaversa, ekologik toza transport texnologiyalarining joriy etilishi iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga turtki bo'lib, xalqaro ekologik standartlarga muvofiq qadam tashlash imkoniyatini beradi. Bu o'z navbatida mamlakatni xalqaro maydonda ekologik nufuzini yanada oshirish uchun xizmat qiladi. Albatta, shunday ekan azizlar, bo'layotgan xatti-harakatlarni biz faqatgina yaxshi maqsadda va bizdan keyin farzandlarimizga sof va musaffo tabiat qolishi uchun qilinayotgan harakat sifatida baholashimiz kerak. Ana shunda bizni farzandlarimiz sog'lom va baxtli o'sishini biz kafolatlagan bo'lamiz. Sevimli telekanalda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousini tomosha qildingiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.